Agar sizni yelkangizda og'riqlar yoki bir muammolar bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. 3 karra O'zbekiston chempioni, og'ir atletikadan sport ustasi Fazilat degan shogirdim bo'lgan. Hamma sportdagi kabi yelkasidan jarohat bo'lgan bizda ham. Doktorga borganimizda operatsiyadan 50% garantiya degan. Tabiiyki biz operatsiya qildirmadik, o'zimiz lechebniy fizkultura bilan, LFK bilan davolashga qaror qildik. 3 oy davomida faqat yelkasi bilan ishladik va 4 karra O'zbekiston chempioni bo'ldik. Shu shogirdimni davolashda ishlatgan 3 ta yaxshi mashg'ulot sizlarga ko'rsatib beraman. Uy sharoitida baklashkaga suv to'ldirib olsanglar ham bo'ladi, yarim litrli. Qo'limiz pastga tushib ketmasligi kerak. 12 tadan 4 podxod shu holatda devorga turib olib bajaramiz. Tirsagimiz va kistimiz yelkamizga parallel turishi kerak, pastga tushib ketish kerak emas. Tushib oldik, ishlayapmiz. Agar yelkada og'riq bo'lsa, og'riq boshlangan tochkagacha, ya'ni yarim ko'tarsak ham bo'ladi. Og'riq bo'lmasa, yuqoriroq ko'tarsak bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ikkinchi mashqimiz juda oddiy ko'rinadi, lekin qilib ko'ringlar, effektini sirasi sezasizlar. Tirsagimizni devorga qo'yamizda, bor kuchimiz bilan devorni orqaga itarishimiz kerak. 5-10 sekund davomida qattiq itarishimiz kerak orqaga devorni. Xuddi shu holatda oldiga o'girilamiz. Mushtimiz bilan devorni bor kuchimiz bilan korpusni burvormasdan korpusimizni oldiga itarishimiz kerak. 3-4 podxod kuniga qilib tursanglar 10 sekunddan sezasizlar effektini. Uchinchi mashqimiz lyuboy skameykada uyda yotib olamiz, biron narsani ustiga. Qo'limizga yoki baklashkada suv, gantel bo'lmasa, olib olamiz. Shu holatda qo'limizni oxirigacha ko'taramiz. Tirsagimizni bukmaymiz. Gantel to'g'ri o'zimizdan uzoqroqdan olib chiqamiz. Tirsak umuman bukilmaydi. 12 tadan chap qo'lga, 10 qo'lga 4 podxoddan. Buni ham qilib ko'rsanglargina effektini sezasizlar. Agar sizni ham bo'g'imlaringizda og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, podpiska bosib qo'yib kuzatishda davom eting. Zo'r kontentlarimiz hali oldinda.